Hammaga salom azizlarim. Vodiyda qor yog'avermagach, biz oilamiz bilan qor qidirib, toqqa qarab yo'l oldik. Bolalarga ham hozir bog'cha, maktabdan dam kunlari bo'lganligi uchun biz toqqa dam olishga ketdik. Ohangaronga qarashli Ertoshsoy dam olish maskaniga bordik. Shunaqayam manzara go'zal, havosi toza, qorlar qalin yoqqan, lekin judayam sovuq ekan. Meni ikkala farzandim ham tug'ilganidan beri bunaqa hali qalin qorni ko'rmagan. Chunki deyarli 6-7 yildan buyon unaqa O'zbekistonda qattiq qish bo'lmayapti. Faqatgina tog'li hududlardagina qorlar yog'ib qish bo'lyapti. Bolajonlar juda yayrashdi. Ularni chanalarida maza qilib uchib, qorlarda yumalab o'ynashganini ko'rib, o'zim ham bolaligimga qaytdim. Har xil viloyatlardan dam olishga kelganlar juda ko'p ekan. Qor ham juda qalin yoqqan. U yerda ijara uchun otlar, balonlar, chanalar, hamma narsa bor ekan. Hammasini narxi hamyonbop. Joylashib tunab qolishga kvartiralar ham bor. Kvartiralar narxi ham juda hamyonbop. Unaqa lyuks dachalar bu yerda yo'q, lekin haqiqiy qishloq sharoiti gupillab yonib turgan pechka olov atrofida isinib, chiroyli tunab, yaqinlar, oila davrasida yaxshi mazmunli, maroqli vaqt o'tkazib kelish uchun yetarli sharoitlar bor ekan. Biz ham oilamiz bilan 2 kun dam olib, mazza qilib havo almashtirib, bolalikka qaytib, yayrab, quvnab keldik. Xudo xohlasa, yoz oylarida yana oilamiz bilan dam olishga qaytib kelishni niyat qildik. Yozda ham unaqa jazirama issiq bo'lmas ekan. Yoqimli salqin, shamol, chiroyli toza havo bo'ladi tog' joylarda. Sizning viloyatingizda qor yog'dimi? Siz qor qidirib qayerlarga bordingiz? Kommentariyada o'z fikringizni albatta yozib qoldiring. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosishni unutmang.